Bu qo'limda turgan telefon Tecno Spark Go 2024 telefoni bo'lib, telefonda asosiy qismlaridan bittasi bu ekran qismi hisoblanadi. Ekran qismi haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bunda joylashgan displey 6.6 dyumlik IPS matritsa bo'lib, HD+ razresheniya bilan ishlaydi. 90 Hz yangilanish chastotasiga ega hisoblanadi. Endi telefonni korpusiga keladigan bo'lsak, telefonning yon qirralari plastikdan, orqa qismi matvoy plastikdan, kamera blogi esa e'tiborni jalb qilish uchun shishadan tayyorlangan. Telefonni qo'lingizga olib ishlatishni boshlaganingizda bundagi hissiyot pianino chalganingizdagi hissiyot bilan baravar bo'lmasligi mumkin. Korpusga chidasa bo'ladi. Telefonda ichki qismidagi protsessorga keladigan bo'lsak, bunda joylashgan protsessor 8 yadroli Unisoc T606 protsessori bo'lib, hozirgi kunda bazaviy zadachalar, ya'ni yengil programmalar, masalan, Telegram, WhatsApp, Imo, Instagram, YouTube, TikTok ularda umuman muammo tug'dirmasligi mumkin. Lekin og'ir o'yinlarda, ya'ni Call of Duty, PUBG yoki Genshin Impact o'yinlarida ochib beradi. 15-20 FPS oralig'ida ishlaydi. Bu protsessordan endi o'ta narsani kutish qiyin deb hisoblayman. Yana bitta plus tomoni 3 GB operativka bilan keladi. Siz bu operativkani 6 GB gacha oshirishingiz mumkin. Menda eng minimal varianti mendagi 3 GB operativkaga ega. Men 6 GB gacha ko'tarib qo'yganman. Telefonning kamerasi haqida gaplashadigan bo'lsak, orqa qismidagi основной kamerasi 13 megapiksel, selfie kamerasi 8 megapiksel hisoblanadi. Bu telefondagi kamera sizga kunduzi yetarli darajada kartinkalarni olib berishi mumkin, lekin yomon yorug'lik, ya'ni qorong'u paytlarda yoki yorug'lik yetarli bo'lmagan paytlarda sizga yetarli darajada sifatli rasmlarni olib bermaydi. Selfie kamerasiga keladigan bo'lsak, siz video xabarlar yoki video chatlarda bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Sizda umuman muammo bo'lmaydi sifat darajasida. Video razresheniyasiga keladigan bo'lsak, 1080 ga 30 FPS oldi ham, orqasi ham xuddi shu razresheniyada videoga oladi. Telefonda akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, bunda joylashgan akkumulyator 5000 mAhli hisoblanib, o'sha paytda standartida, hozir endi 5000, 6000 bo'lib ketyapti. Qancha vaqtga yetib beradi hozir? Bu narsani men sizga realni ishlatganimda ko'rsatib berishim mumkin. Xo'p, hammaga xayrli tong. Mana ertalab 12-yanvar 6:53 100%. Xo'p, bizda 12:43 60%. Ekran 3 soat 44 4% zaryad. 4dan 3 minut o'tdi. 5 soat 50 minut, почти 6 soat. Вообще zo'r, yomon emas. Akkumulyator masalasini yopganimizdan keyin buni zaryadlash qurilmasi haqida ham gaplashib o'tishimiz kerak. Korobkada keladigan zaryadligi 10 vatlik hisoblanib, siz uyingizda qancha zaryadlik bo'lishidan qat'iy nazar maksimum 10 vatda zaryad oladi. Achinarli. Bu telefonda polezniy fishkalaridan bittasi bu telefonda ekranda joylashgan Dynamic Island funksiyasi hisoblanib, bu sizga agar yuz himoyasini qo'ygan bo'lsangiz, chiroyli animatsiyalarni beradi yoki uy dimligini kelganda sizga o'sha yerda ko'rsatib beradi. Keyin yana bitta chiroyli funksiyalardan bittasi oldi arqa spichka baravar yoqsangiz bo'ladi. Bir vaqtning o'zida ham oldi spichkadan ham orqa spichkadan baravar foydalansangiz bo'ladi. Yana menga yoqqan tomonlardan bittasi datchik движения. Hozirgi даже flagmanlarda ham bu muammo bor, lekin bu telefonda umuman muammo yo'q. Telefonda gaplashganingizda umuman muammo tug'dirmaydi. Doim muammoni gapiraverasam, foydali tomoni ham bormi deytirgan bo'lsangiz, bu telefonda ovoz jihatdan sizda muammo bo'lmaydi. Chunki stereo kolonka bor bunda. Yuqori qismida ham, pastki qismida ham ikkita kolonkasi bor. Bu sizga stereo zvukni ta'minlab beradi. Mikrofon bittaligini hisobiga mono yozadi. Ya'ni siz telefonda razgovorda gaplashganingizda ham muammo bo'lmaydi, голосовой jo'natganingizda ham umuman muammo bo'lmaydi. Bu telefonda og'irligi haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, 2,5 kilolik antel toshiga nisbatan ancha yengil, og'irligi 166 gramm hisoblanadi. Agar sizda katta telefonlar ishlatishda muammo bo'lmaydigan bo'lsa, telefon umuman sizga noqulaylik tug'dirmaydi. Telefonda отпечатка bor, muammosiz ishlaydi, yuzga ochadi. Xullas, bu telefonni necha pulga olding deb siz mendan so'rayotgan bo'lsak, men hozir Rossiyadaligimni hisobga olsak, men 1,5 ming rublga oldim. Bu O'zbekistonda puliga 225 ming so'mga
to'g'ri keladi. Endi siz o'ylab ko'ring, 225 ming so'mga nimalarga ega bo'lyapsiz? IPS displey, 90 Hz. Kunduzi yorug'likni yetarli darajada bermasligi mumkin, lekin kechqurun sizda ko'z og'rig'i, bosh og'rig'ini umuman keltirib chiqarmaydi. 5000 machli akkumulyator, 10 vatli zaryadka, 13 megapikselli kamera, plastik korpus. Menimcha 225 mingga stoyid deb o'ylayman. Izohlarda albatta fikringizni qoldiring, siz qanday fikrdasiz bu telefon haqida. Xullas shunaqa gaplar. Xo'p, YouTube sohasiga endi kirib kelgan odam sifatida sizlarning yordamlaringga hozir ancha muhtojman. Kanalga obuna bo'linglar, video formati yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar, izohlarda menga maslahat beringlar, o'z fikrlaringni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.